Payg'ambarimiz aytadilar, kim bir birodarining haqqiga zohir va g'aybdan duo qilsa, unga shu duo qilayotgan kishiga muakkal qilingan farishta amin, amin, senga ham shu narsa bo'lsin deb turadi. So'rang o'zingizdan mana shu Ramazon ichi o'sha falonchi birodaringizga hozir yo'q, shaharingizda yo'q yoki mahallangizda yo'q, necha marta eslab duo qildingiz? Zohir va g'oyibdan qilingan duo albatta ijobat bo'ladi va u narsa nima bo'ladi? O'zingizga ham bo'ladi. Ana birodarlar. Ana biz mana shu joyda o'tirib Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon deymiz. Parvardigoro, bizdan burun iymon bilan o'tgan birodarlarimizni mag'firat qilgin degan paytimizda bizdan burun o'tib ketgan musulmonlarning haqqiga duo ketdi. Endi biz o'tib ketamiz 50-60 yildan köşede o'tirganlar. Endi mana shu masjidda duo qilganlarni duosidan bizga nima bo'ladi? Ulushi boradi. Shuning uchun ko'proq duo qilaylik.